Aha, tak. Video boshlandi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan mayli simsibalar. Sizlar bilan bugungi videomizda serverni obzor qilamiz. Bu serverga birinchi kirishim do'stlarim ochgan ekan. O'zim bilmaganman do'stlarim ochgan. Bugun mensiz o'ynashgan ekan bilay. Zato ketdimmi? Hamma bilan yoshim. Kim qo'y salom. Allah isbonman twiz sabro. Makab. Gap yoding. Voy men Dostum uchun qalqon jonim fido qalqondir sha'nim. Ilyos qahramon. Chatni bosmabman, boshda yozamiz. Ilyos qahramon. Ko'rdinglarmi? Do'stim uchun nima qildim? Edit ko'raman uchun har joyda. Hammasi cho'tki puki bo'lyapti, bola. 1 minutlik video zo'r. Uzbek Niko skin qo'ylar. Короче, nima? Tani yuklamadim, skinni faola bilan qo'yish kerak. Tak, checkpointcha topib oldim bu yerda har xil. Qani bu yerda Umarov sekin. Bu joyni sal tezlashtirdim chunki vaqt ko'p ketib qoldi. Hamma sandiqda har xil narsalarni Umarov oldim. Bu daqiqalarda menga ko'p narsa o'rgatishdi bolalar. O'ylaylar skin ham qo'yib oldim. Bolalar faqat o'zimnikini emas, randomni skin qo'yib oldim. Tak. Urlar ham random. Tak. Mana random skinim shu bo'ldi. Yo'qdan ko'ra normalni. Menga yoqdi. Hammaga rahmat bolalar. O'zimnikini qo'yolmadim-ku. No mayli. Bolalar, ovoz sifatsiz, lekin men ofisda o'tirib ish qilyapman, shuning uchun tashqarida qiyochuva. Skinimga gap yo'q. Skinim qo'yib oldim bolalar bilan. Azgina endi biror ishlar qilamiz. Bu yerda oshnam Bamban Twiz bor. U bilan ham maza qilaman. O'sha borligi uchun kirdim o'zi. Temir ham topib oldim, chechak boncha qilaman. Bu video qisqa bo'lib qoldi. O'zi video tugagandan keyin temir aslahalar full bo'lib ketganman. Короче, ovoz berish sal qiyin bo'lyapti. Random skinim qo'yildi. Unday bo'lsa hammaga rahmat bolalar. Bundan buyog'i xayr, ya'ni hozir bundan keyingi video ko'radigan videolar tugamadi, просто obzor boshlanyapti reklamasi shu serverda. Pagnali.